Buna bosishni qarang. Buna namozimni qarang, sajdaga boramiz. Bismillah. Muntib turish qiyin-da o'zi. Yo sovuq odam tura olmaydi, turmi? Putlar qars qurs deydi-da bizga. Hozir buni qarang, вообще yo'q. Alhamdulillah. Meniki bunday yopilmaydi, bunday emas edi-da. Maqsadingiz yopilyapti. Kimdir aytadi? Sizlar gaplashdinglar, pul berdinglar. Yo'q, men sizlarni birinchi yo'l ko'rish, buni Alloh guvoh. Birinchi marta gaplashdingiz. Birinchi yo'l mana. O'shanga roza suyunib, sizlarga duo qilib turaman. 5 vaqt namozda alhamdulillah duodamiz. Bu video davomida bemorlarni 20, 30, ya'ni bir necha yillab qiynab kelayotgan og'riqlardan bu mahsulot qanday yordam bergan, necha kunda ta'sir sezgan, qaysi tomonlama o'zgarish bo'lganlarini xolisona aytadi. Shu videoni ko'rsanglar, xudo xolasa bilib olishingiz mumkin. O'zim Qirg'izistondan Qizilka shahri Kaltak degan oildan bo'laman. Quloqsoq bilan chegara Qizilka. Kaltak degan qishloq. Qishloq Batken oblasiga kiradi. Uchqo'rg'on oil hukumati merchi, oilga qaraydi, sharga qaraydi. Oilda turamiz o'zizchi. 2024-yili dekabrda boshlagan. Bunday skvoznak bo'lib, belimni shu urganda, grija desam, grija emas chiqmadi. MRTdan tartiqdi. Keyin doktorlar bizga bunaqa qilib berdi. Artroz polartrit deb diagnoz chiqarib berdi. Qirsirlangan ovozlar o'sha harakat. Yo'q, alhamdulillah. 5 keyin u lecheniya oldim. O'zimizda lecheniya oldim, Bishkekda lecheniya oldim, Bishkekda. Men u yerda Jamanda yozib qo'ydim, doktor ekan-mi? Может, u shifo bo'ladi-da, to'g'risi. O'zim rosa lecheniya oldim. Oyoqlar o'rtat, pul u daji bor. Ana kecha Uruza kuni, mana Uruza, alhamdulillah, Alloh guvoh-da. Uruza kuni ham stolda namoz o'qidim. O'shanda bolalar menga stolda qo'yib beradi. Men o'zim jashmin 50 da, men jashimchi. Keyin aytaman, shuni deb keyin sizlarni ko'rib qoldim. Men aytdim, to'xtab turing, bitta olayin dedim, shu bitta ixlos qilib. Ixlos qildim. Buni qaradim-da, rosa o'qib. Keyin doktor dedim, shu bitta imtasi bor, shunday nomer bering desam, ya bo'ldi, gruppa bor dedi, qo'shib qo'yam siz dedi. Keyin shunday chalsam ichganimga kecha hozir aytaman, kecha oxirgisini ichdim-da, 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi-da, menga Xudoga shukr, mana Vertaflex 5 kunda ta'sir qildi. 5 kunda. 5 kunda bo'ldi. Sразу mozi ham desya qildi. Qo'lim, oyoqlar вообще zo'r, futbolda o'ynab, alhamdulillah juraman hozir. Namozda ham o'tirib stolda o'qiyapsiz. Вообще hozir mana qilsangiz buni. Mana bosishni qarang. Mana namozimni qarang, sajdaga boramiz. Bismillah. Maşallah. Mana qarasangiz, muntib turish qiyin-da o'zi. Yo sovuq odam tura olmaydi, turmi? To'g'ri. Sovuq odam tura olmaydi. Meniki alhamdulillah mana. Qiynalib turadi. Mana muntib turasiz. Unda men to'ka mana shunday bosasiz. Вообще весь choq men qo'llar o'rtat, bo'g'imlar o'rtat, oyoq o'nglar o'rtat, hamma yoq o'rtatda. Uyqum kelmaydi. Keyin 5 kun ichgandan keyin men bunday bilib qoldim-da. Biza despa berdi. Men u doktorga chaldim. Doktor dedim, Davronbek dedim, desa berdi, alhamdulillah desam, içevering dedi, dakansa dedi. Men уже ishbek qo'yin dedim-da men uni. To'xtataman уже deb. Уже bitdi desam, içevering dedi. Kecha oxirgisi bitdi kecha kuni. O'shanga roza suyunib, sizlarga duo qilib turaman. 5 vaqt namozda alhamdulillah duodamiz. Sizlargacha. Mana shu Vertaflex'ni alhamdulillah ichingizlar. Mana shifosini Alloh beradi. Birinchi Allohdan, keyin sevibchi sizlar-da, doktor. Albatta. Demak, o'sha gruppada o'ylanib olishadi-yu, ichsammi, ichmasammi, haqiqatan berganmi o'zi. Hali kimdir aytadi? Sizlar gaplashdinglar, pul berdinglar. Yo'q, men sizlarni birinchi yo'l ko'rish, buni Alloh guvoh. Birinchi marta gap. Birinchi yo'l mana. Vakasa tashangizlar dedingizlar, uyimga keltirasizlar hozir. Qirg'izstondasizlar, uyimda o'tirasizlar hozir. Albatta, sizlar qarindosh emasmi? Birinchi marta. Men otingizni ham bilmayman hozircha, to'g'risi, Alloh guvoh. To'g'ri. Tanishib olgan yo'qmiz-da. O'shangali gruppada aytishadi-da, mana shunaqa qo'ysanglar unaqa demaylar. Biz real boramiz, xolisona fikrlarni bilib kelamiz deymiz. O'sha suyunib Xudoga shukr deb alhamdulillah shukrim. Shuncha bo'lib, ota-onam ham suyunib o'tadi. Bir tuyg'onlar men sen bosib yurasizmi? Mana bitta dori ichdimda, shunday, mana doridan, mana Vertaflex'dan mozini surtam kech 25 minutda yarim soat qilaman. U o'rtadi-da. Jani mana shunday massaj qilasiz, ves cho'qtir massaj qilib tashlayman. O'rug'an jerimni ham surtib qo'yaman. O'rug'asin desda, bu insonda. To'g'ri.
hozir og'riq kuchli bo'lganda hali o'tirib yurolmay qolgan paytingizda, bukilolmay qolgan paytingizda fikrlar qanaqa bo'lgan? Endi yana tuzalib ketaman, shunaqa holat bo'ladi degan xayollar bo'lganmi? men birinchi Allohdan so'radim men. Ya Alloh menga bitta o'rib berding, shifosini ham ber desam, sizlarni mana shu daringizlarni Instagramdan ko'rdim-da. Misol uchun bitta boyagi diagnoz bor-ku Bishkekda. Diagnoz boyagi Yurfaga borsangiz, hozir sizga 6000 so'm turadi ekanda buni darichi. 6000 so'm turadi. Qirg'iz pulga 6000 so'm, dastavkasi 200 so'm bering dedi, o'shdan keldi. U bitta diagnoz 5000-6000 turadi-da. Diagnoz o'zi. Bitta o'zi. Men aytdim, bitta ichib ko'rayin dedim, biroq ixlos qildim. Ichib ko'rib siypayincha, bo'lsa bo'ladi, ya Allohdan dedim, bir oy men dedim. Mana shu 1,5 yildan beri kasalman dedim. Sog'ayib ketsam, sog'ayib ketaman, alhamdulillah dedim. Sog'aysam, senin Alloh desa, mana Xudoga shukr, ko'rdingiz? Вообще qirsildi bu. Oyoqlar вообще mana harakati, u futbol o'ynayapman dedingiz-mi? Futbol o'ynayapmiz, alhamdulillah. Oyoqlar вообще mana namozga ham turaman, 5 vaqt o'qiyman, masjidga boraman, hammasi bilet. Yaxshi bo'lib ketdingiz dedim, mana alhamdulillah dedim. Bir tabletka bor ekan, desingizga biz qanday qilamiz? Bu действительно aniq. Men ishondim bo'g'acha. Xudo xohlasa sababchi Bu kimyo emas ekan. O'sha men bilib qoldim, 5 kundan keyin kimyo bo'lganda bari qo'llarda boya обезболивающий beradi-da, bir jumadan keyin 15 kundan keyin обезболивающий qo'yaveradi ular. Keyin kasal dog'i boshlanadi. Shunday bo'lyapti-da. Обезболивающий sayib qo'yadi u. Albatta, ko'p shunaqa. To'g'risi-da, endi sizlarga чисто натуральный ekan. Men buni bilib qoldim-da, alhamdulillah. Bilinadi. Masalan, sut deganda ele biladi. Ha, bilinadi. Bunday ichganda bilindi. Вообще обезболивающий ham qilmayman, hech nega qilmayman. Mana shu bemalol. Ya bu saqayasizmi, saqamaysizmi, o'laysizda, shuni bosolmay qolsam biz ertaga nima qilamiz deysiz. Kuchli vrachlar izladim, Bishkekka boraman, Bishkekka kirdim doktorlarga. Polniy bordim. O'shqa bordim doktorlarga. 5-6 mingdan analizlar topshirdim. Ya u вообще ақшасын aytpalay qo'ying, u qancha ketdi, ko'p-da ақша. Kirsangiz ақша-da, больница, to'g'risi. Bekarga bo'lmaydi. Bekarga yo'q. Polniy shunday. Keyin ana aytdim, shu zo'r ekan dedim. Mana shu daringizlar bor-ku, alhamdulillah shukr. Kimdir olgandan keyin nimaga hali videoda bizga bir kunda ta'sir qildi, bizda bir kunda qilmadi. Nimaga kimdir masalan aytaman, kimdir bir kunda qiladi haqiqatdan. 5 kun, siz 5 kunda siz. 5 kunda. 3-kuni rosa o'ritdi. Men aytdim, cho'toq o'rityapti desan, Daronbek doktor desan, u qo'ziydi dedi. Surtash boshlaganingizda og'riq kuchayib oldi bir qator. Bayağı kapsulanın içinden rosa küçülttü, rosa o'rtdi. Aytdim, soqobilar nomort o'ryapti desam, "Chavaring, Botirbek aka dedi, issangiz yaxshi bo'lib ketasiz" dedi. Keyin bo'ptir deb, o'sha 2 kundan keyin, o'sha сразу qaytdi u kasal. Erta bilan odam bari erta bilan turganda bilinadi. O'ru. Kunduzi yuraverasiz. Harakat qilganingizda bilinmaydi-da bunda. Erta bilan shunday turib ketsangiz, o'sha o'ru yo'q, o'sha bilinadi. Sizlarning yubileyingizlar yaxshi bo'lsin, shu doktorlarning umriga baraka bersin Alloh taolo deb duodamiz. Inshaalloh aytganingiz kelsa, vrachingizdan xabar olib turibdi, o'zi gaplashib turamiz. Savollaringiz bo'lsa, svязga chiqqaningizda men aytdim, shunday chazam bo'ladi. Nima deysiz Davronbek aka, biroz gapirib qo'ying. Davronbek aka, assalomu alaykum. Alhamdulillah, Allohga shukr, mana ko'rdingiz. Yaxshiman, alhamdulillah. Hech unaqa yo'q. Haqiqatda bunga ishonish kerak. Ishonib, ixlos qilib ichsangiz, shifo topasiz deb siz aytdingiz, o'sha to'g'ri. Kimdirlarga og'riq kuchaysanglar, to'xtatib bo'lmaydi ekanda. Men bosolmay qolgan edim. Tayoq bor-ku, tayoq. Вообще chatoqada. Tayoq bilan yurardingiz-da? Tayoq u вообще bosolmaydi edim. Bosish u problema edi. O'zi hozir harakatlaringizdan ko'rdim. Mana biz unaqa qila olmaymiz hozir. Yo'q. Futbol o'ynayman. Bolalarмен har yakshanba kuni futbolimiz bor. Sinfdoshlar bor, futbol o'ynayman. 50 yoshda sinfdoshlari futbolchilari bor. Har yuma yakshanba kuni futbol o'ynaymiz. Ular ham aytadi, men aytdim bitta dori oldim dedim. Shu O'zbekistondan doktorlar berdi dedim. Zo'r ekan dedim. Immunitetingizni ham ko'tarib, o'sha misol erkaklar quvvat tomonlama ancha. Quvvatam lekin shu главный ishida, o'rsangiz u qilolmaysiz erkakning ishini bari. To'g'ri. Bu rosa qiyin narsa. U tomonlama ham muammolar yo'q. Yo'q, alhamdulillah. Xotinim, bolalarim ham suyunib yurib, u kafel qo'yadi, ustomin o'zi. Ustomi. O'choq qilaman, o'choq bor, o'choq deb qo'yadi boyagi. Tushundingizmi? Ovqat qilaman, qozon o'choqni aytyapsiz. Instagramda bor, Qizilka o'choq desangiz chiqadi.
Ha, Instagram blogerlik ham qilasiz ekan. Ha. Buni ham Uni siz ishingizda ham rosa harakat ko'p ekanda o'zi g'ishtlar ha, terib. shu. U ishni ham ancha qila olmay qolgan bo'lsangiz kerak-ku. Ya, to'xtatib qo'ydimda. To'xtatib bitdi. Ishga ham jaradim, bolalarni uyga o'tayin deb bitta bolam eshitib juraman kichkinasincha. Kecha uxlab qolibman. Bir yaxshiman. Soat 3:30da turdim-da, kech bostirib qo'ydimda, dam surtib qo'ydim. Yaxshiman. Baribir qilib qo'yaverayim dedim, shuni bir joy tugatib qo'yaman. Turimi? Ha, uyg'onib ketganingizdan keyin o'zi eslagan surtib, folderma surtib, buni oldimizda bo'lyapti. Bu yaxshi. Nima qilsangiz, qo'llar ham yaxshi, boshqa o'rib yo'q. Poliartritda barmoqlarda o'zi ham qiyin-da. Nima qilish meniki bunda yopilmaydi, bunday emasda. Nima qilsangiz, yopilyapti. Qo'lni qisib qo'yinchi bitta, ba'zilar qisa olmaydi-yu, nimalari, bo'g'imlar. Qisat. Yaxshi. Dadil. Mo'yinlar ham o'rtada, men mo'yinlar bor. Artrozda shunday bo'ladi ekan, mo'yinlar ham mo'yin bor, mana shu umurtqa. Shu ham o'rtada mana buriladi. Ves mahalla biladi, mana shu shahar. Mantib o'zingiz bilan burilasiz-da, hozir bunaqa burilishdi. Ha, yelka bilan og'rimasligi uchun. Hozir mana bemalol. Bu sraz o'zgarib, mana yurib dadil o'ynab futbollarga chiqsangiz, u hayron qolishgandir. Orqib ketgan edim. Hozir уже ves oldi mana. Qursaqlar ham уже boshlandi. 20 kun bo'ldi. Xudo xolasa 3 oydan keyin ko'rasiz, mana bo'lib qoldi. Zdorov bo'lib. U вообще oriqda bosilmay qolgan. Oriq bo'ldi. Manalar ham oriqib ketgan edi. Ancha yaxshi og'riq deganda, unda tushkunlikka o'ylanib faqat. O'ylanasizda, joningiz og'risa uyqu kelmaydi. Joningiz og'riydi, hamma yoq og'ritadi. Revmatizm deydi. Больницаga boraman, revmatizm ko'rgazib o'tadi. Chuqurga boraman, u yerda ko'rgazadi, siz revmatizmingiz top-tozasiz dedi. Poliartrit dedi, artroz dedi. Poliartrit tizzalarda artroz. Artroz dedi. Artroz mana qarz kurs etganda bunlar bor. Mana qarang, вообще yo'q. Tinchda mana. Putlar mayllarim ham tinch. Alhamdulillah. Ish qila olmay qoldim. Mana ko'chatlarda obreska qilish kerak, dori sevish kerak. Короче, chopish kerak, taktarni nima qilish kerak deb o'ylanib, bittasini solaymi deb, ya Alloh o'zing shifo ber deb. Shuni berdingizlar, mana Xudo xolasa bugun 20 bo'lsa 18 dopman. U dvoris shahar ish qilib o'tadi adam. O'lib ketsin deb обезболивающий ukol soat kunliga borib qotin. Doktorda qotinim. Har kuni olib qoldiruvchi olasiz. Kunliga obезболивающий va diklofenак bor mushudan. Uni olasiz, u ham 2 soat qolmaydi, keyin qo'yaveradi. Do'q kasal bo'lasiz-da. Shunda qiynalasiz-da. Hozir mana alhamdulillah bitta mukulam tabletkam ichdi kechib. Shuni alhamdulillah bor ekan u jashoy dedim-da. Bu jashoy shunday-da. Joningiz tinch bo'lsa bari eng boy odam sizsiz. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Sog'lom bo'lsa, sog'lik kerak-da. Eng u yog'i qolib ketadi. Sog'ligingiz nachar bo'lsa, u ko'zingizga oqchangiz ham ko'rmaydi, boldoringiz ham ko'rmaydi, dunyangiz ham ko'rmaydi. Menga mashinangiz hech tekingiz ko'rinmaydi. Sog'lik kerak. Albatta. Hali insoniyatda shunaqa narsa bor. Birinchi mana ishni qilib olay, u sog'liq qochib ketmaydi deysiz. Mana qilib olib keyin qilaman. U unaqa qilish kerak emas ekanda, o'zi bildim. Mana qarang. Bizda oqchamiz bor. Dinsoqlik topilmadikda. Bishkekka boramiz, O'shga bordim, Mayqa bordim, rayonga bordim, Qizilkaga bordim. Polniy только o'lib ketsin deb, qancha rasvot qildim-da, polniy. Bo'ldi, turisi. Mana yaxshi bo'lmadi-da, yaxshi bo'lgan bilinadi-da, o'sha meniki mana oxiri mana 25 kun bo'ldi. Shundan berichi 5 kun ichdim, yaxshi bo'ldim. Keyin ichmayman deb o'ylanib turib kapsulani. Amal ichaveringchi dedim, dakansi ichaverdim. Kuniga erta bilan turamda уже qotdi organizm. Davramek dedim, alhamdulillah yaxshiman dedim-da. Yaxshi bo'lsangiz biz suyunib o'tamiz dedi. Turisi dedim. Men bundaqa emas edim, kecha dedim. Ayolim bilan suylashdim dedim. 1,5 yildan beri bo'lgan ish bo'ldi dedim. Erkakda bundaqa qasiyat bor-ku. Albatta. Желание keldi. Ko'za dedim, zo'r ekan desam, zo'r dedim. Men ham dariga shayqonman desam. U ham xotinim aytadi, men putim oyoq singanda bitta surtib ko'ring deb surtsa qiz debdi uni. Ha. Rosa qiz deyapti deb xotinim surtib qo'ydi, oyoq singanda bitta jeri. Og'riqlari qoldimi endi shitda? Zo'r deb u ham. Yaxshi ekan deydi. Yaxshi ko'z tegmasa, xudo xolasa. Birinchi navbatda avvalambor shifo Allohdan sababchi bo'lganimizdan o'ta xursand bo'ldik biz ham. Chin, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shifo birinchi Allohdan, sizlar sebepchi-da. Sebepchi, doktorlar sebepchi-da. Kelib shunday dedingizlar, ichib ixlos qilish kerak bu-chi. Gruppada imенно shu o'ylanayotganlarga imенно shu gapingiz nima bu tavsiya qilasiz? Bemalol sizlarga maslahat beraman. Tug'onlar,
100% garantiya. Mana men bular tanımayman dagı, hiç bunday süйлöшкөн ham жокпуз, эчтеке жок. Ортобуздачы мына Алла күбө. Мен 5 вакыт намаз окуган insonman. Birovni aldabаймын, birovni aqsini ham jebеген odamman da men. Evet, o'zingizda bo'lgan o'zgarishni xolisona aytyapsiz-da. Xolis mana. Xolis Allohning, mana Alloh ko'rib, bilib o'qib turadi. Toza. Mana Qirg'izistonda hep 100%. Boshqasini bilmadim-ku. Buni o'zlari bunday jo'natishar ekan, o'shani o'zlari bilan doktor bilan байланыш misol uchun hech qaysi misol uchun boyagi bot deb qo'yadi-ku bizlarda hozir. Chiqib o'tadi-ku mana firmalar. Ular hech qachon gruppa qilmaydi. Gruppa qilib doktor siz bilan байланышпайды-da. Doktorga chalsangiz olib aytamda. Olganingizdan keyin o'zi. Ha, men уже qanchasini ko'rdim-da. O'shandalarni ichib ham ko'rdim, surtib ko'rdim. U aldaydi ekan-da. Endi o'ziga har kim aldasachi. Albatta. Aldasa o'ziga. Olganingizdan keyin o'zi qayta topa olmaysiz-da. Yo'q, telefoni o'chib qoladi. Buytdi deydi-da, men sizga soatni buytdisizmi? O'rib olsa, может, boshqa dieta qarmang deydi. Boshqa temani aytib qo'yadi-da. Bu dieta ham qaramagan jo'qmiz, hech narsa qilgan jo'qmiz-da. Chaqanaga borib, oshda jeb o'tamiz, futbol o'ynab o'tamiz, любой narsa qilib o'tamiz. Alhamdulillah, desiya bor. Shukr, alhamdulillah, shukr. Shu ballarni shu el yurtga xizmat qilib, shu elning duosini olib, fathasini olib, shu yaxshiliklarda ham o'ynab kulib yurishsin doktorlarim. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ya kana bu da yakınastan rahmatka rahmanir. O'sha videoning oxirida biz nomer qoldiramiz. Qirg'iziston Respublikasi uchun alohida WhatsApp nomer. Siz WhatsApp nomer orqali sizga chiqqan sizda. WhatsApp nomeri qoldiramiz. O'sha WhatsAppga telefon qiladigan bo'lsangiz yoki yozadigan bo'lsangiz, mutaxassislarimiz bog'lanadi siz bilan. O'zbekistonni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar O'zbekiston bayrog'ini qo'yib nomer qoldiramiz. Ko'pchilik Qirg'izistonda turib, O'zbekistonning nomeridan WhatsAppdan yoza olishyapti. Bu xato. Mana shu bayroq qoldirgan, WhatsApp uchun deb yozib qo'yganimizga yozinglar. Akamiz o'zi bilan ham gaplashishlar mumkin, hatto gruppani o'zida ham bo'lsangiz kerak. Gruppada bormi? Albatta. Bemalol biz bilan bog'lanishlari mumkin.